Bolalarim, yoshim ham bir joyga borib qoldi. Anchadan beri hayratlanmay qo'ydim. Hozir sizlarga pul beraman. Kim meni zo'r hayratlantirsa, men ham uni hayratlantiraman. Bo'ldi dadajon. Men harakat qilaman dada. Men topaman. Dadajon, men sizni hayratlantirish uchun Idea degan do'konga bordim. U yerda 43 talik aqlli televizorni 20% chegirma bilan oyiga 179 ming so'mdan oldim. Undan tashqari dadajon, Premierni katta xolodilnigini oldim, 2 ta kamerali. Oyiga 249 ming so'mdan 30% chegirma bilan. Hayratlandingizmi dadajon? Hayrat bolam. Sen nima olding? Dadajon, mana Idea do'koniga borib 2 ta telefon oldim. Bittasi o'zimga, bittasi ayolimga. O'tgangacha. Sizga pirashka olib keldim, dada. Dadajon, Honor 90 Lite telefonini 40% chegirmada oldim. Oyiga 185 ming so'mdan tushadi. Yo'pray. Undan tashqari Huawei Nova Y61 telefonini 60% chegirmada oldim. Oyiga 83 ming so'mdan tushadi. Dadajon, hayratlandingizmi? Hayratdaman bolam. Dada, men kondisioner oldim. Sizga kondisioner kerak-ku? Kerak. Premier kondisionerni 12 taligini 20% chegirmada oyiga atigi 329 ming so'mdan oldim. Hayratmi? Hayrat. Hech so'za qoldi. Sen nima olding? Dada, men to'g'risi unaqa seryoz narsa deb o'ylamayman-da. Nima olding? Nosqova oldim men. Bergan pulimni nima qilding? Ichiga nos soldim. Men endi javob unaqa seryoz deb o'ylamayman-da, bo'lmasa bor edi, bir ikkita massaj xonalar bor edi, bir narsalar. Nozik